Mana hozir bitta o'quvchim yozgan bar chartni tekshiramiz va unga feedback beramiz. Nima qilib yaxshiroq barga yozish mumkinligini, nimalar ustida ishlash kerakligini va bu yozilgan bar chart necha balga loyiqligi haqida gapirib o'tib ketaman. Boshqalarda ham shunaqa muammo bo'lishi mumkin. Ular ham ko'rsa ancha foydasi tegadi. Shuning uchun baribir tekshirishga ketadigan 10 minut vaqtni ichida shuni rekord qilib kanalga tashlab qo'ymoqchiman. Hop, boshladik. Introductiondan boshlaymiz. The bar chart compares the percentage of milk export from European countries changed between bo'ldi. Shu yerda xato ketdi. Compares bilan bu yerda changed degan strukturani ishlatib bo'lmaydi. U qanaqa yozsa bo'lardi? The bar chart illustrates how the percentage of milk export deganda shunda to'g'ri yozilgan bo'lardi. Masalan, mana to'g'rilab o'tib ketamiz. Boshiga the bar chart illustrates how the percentage of milk export from 3 European country. Bitta percentage ham noto'g'ri qo'ygan o'quvchi. Percentage of, ya'ni foizda berilmagan, e'tibor qarataylik. Bizga berilgan narsa ko'rsatkich million tonnada berilgan, ya'ni amount of bilan berilishi kerak edi. Amount of bilan berilmaganligi uchun bu yerda percentage of ham noto'g'ri bo'ldi. Demak, bar chart illustrates how milk export from 3 European countries changed between 2008 and 2012 bo'lsa unda to'g'ri bo'ladi. Bo'ldi. Introduction ikkinchi versiyada to'g'ri bo'ldi. Shunaqa sodda yozib qo'ysa ham bo'ladi introductionni. Unda katta emphasis berish shart emas. Overalldan davom etamiz. Overall, the percentage of milk export in Russia increased significantly. Russia increased significantly. O'sib turib keyin tushgan. Hop, shu significantly degan so'zga qo'shilmayman, chunki boshida significantly o'sib turib keyin tushganda общий anaqasi darajasi uncha katta o'sish bo'lmagan. While Z of Italy shu yerda yaxshi narsa ishlatibdi. Buni yaxshi anaqa bilan belgilab qo'yamiz. Shows a moderate figure. Past simple da bo'lish kerak. Hop, Italiyaniki moderate bo'lgan. O'rtacha bo'lgan demoqchi. Okay. Meanwhile, the percentage of milk exports Poland the lowest. Bitta toza grammatik xatoga yo'l qo'yilgan. Milk eksportini foizi eng past demoqchi bo'lgan Polshada, lekin grammatik bu narsa noto'g'ri yozilgan. In contrast, nima uchun in contrastdan boshlanyapti? In contrast teskarisi degani, ya'ni yozilayotgan narsamizga teskari narsa bo'lishi kerak. Ikkinchi ba'dida ishlatsa bo'lardi. Percentage har doim z bilan birgalikda kelishi kerak va percentage bitta ishlatib bo'lmaydi. Hop, bu yerda yaxshi struktura ishlatibdi. Highest pointni mention qilish uchun endi remained significantly lower. Italy achieved success with rise. Achieved success bu umuman task 1 ga to'g'ri kelmaydi. Bunaqa narsalarni ishlatmasligimiz kerak. Bu bizning shaxsiy fikrimiz hisoblanadi. Bu umuman ishlatilmaydi task 1 da. Figure for Poland stayed comparatively lower. With regard to Russia, percentage, yana percentage of milk export noto'g'ri bo'ladi. This figures then rose sharply to a peak of. Shuni boshqacharoq bersa yaxshi bo'lardi. Rose sharply, virgul, reaching a peak of deb turib. However, it fell slightly. It bitta noto'g'ri reference bo'lgan. It bilan peak nazarda tutilyapti bitta, lekin o'quvchi it bilan this figure ni nazarda tutyapti. Noto'g'ri reference berdi. O'sha this figure deb yozilgan bo'lsa, ikkinchi gapda o'sha amount bilan yozsa bo'lardi. Which was still higher than spelling mistake bo'lgan. Its initial level bo'lishi kerak. Its degan so'z bu yerda tushib qolgan. Xo'p, endi bu hamma anaqalar noto'g'ri olinadi. Mana foizlar, ya'ni 35% degan narsa noto'g'ri olinadi. 12% degan narsa noto'g'ri olinadi. 23% degan narsa noto'g'ri olinadi. 15, 10, 12%. Hamma bu foiz ko'rsatkichlari qatnashgan gaplar noto'g'ri olinadi va bu task response-ga, ya'ni biz bu taskni qanchalik darajada tushunib, qanchalik darajada yozib bera olishimizga ta'sir qiladi. Shuning uchun esimizdan chiqarmaylik. Bu yerda berilgan narsa, ya'ni miqdorni amountmi, numbermi, percentage'mi yoki bo'lmasa boshqa anaqada birlikda berilganmi, shuni bilib olishimiz muhim hisoblanadi. Bunaqa yozadigan bo'lsak, balimiz juda ham past bo'ladi. Endi bu essay taxminan band 5 atrofida 5,5 bermagan bo'lardim. 5 ballik essay bu.
va o'quvchi buni to'g'irlash uchun barchartni boshidan yoki line graphni yoki taskbarni boshidan o'rgangani yaxshiroq bunaqa situatsiyada. Bu o'quvchi o'zi hozir videoni ko'rganda biladi va tushunib yetadi. Yangi boshlaganimiz darsni taskbarni boshidan o'tib o'rganimiz yaxshiroq, chunki oldin boshqa joyda o'qigan, eslaridan chiqib ketgan bo'lishi mumkin.